Biz hali uyg'onmagan payt shahar allaqachon nafas ola boshlaydi. Ko'chalar jim, faqat mehnat ovozi eshitiladi. Kimdir supurgi ko'tarib chiqadi, kimdir suv sepadi, kimdir esa shahrim go'zal bo'lsin deya ishga kirishadi. Bu shunchaki kasb emas, bu sabr, mas'uliyat, shaharni yurakdan sevishdir. Biz yurib o'tadigan yo'llar, farzandlarimiz o'ynaydigan bog'lar, har kuni ko'rib ko'nikib ketgan tartib, bularning barchasi tasodif deb o'ylaysizmi? Har bir tozalangan ko'cha ortida kimningdir belidan o'tgan og'riq, kimningdir tong sovuqdan boshlangan kuni bor. Yoz demay, qish demay, o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor. Bir xil odamlar kofe berib ketadi, bir xil odamlar pul berib ketadi, bir xillar insofi yo'qlar ana tashab ketadi. Oqshom demay, kunduz kun demay shu shaharni obodonlashtirishga, vatanimizni, yurtimizni rivoji uchun odamlar to'la bajaradi har kuni bir xil ishni. Ular toza qiladi-ku yo'lim. Men bilaman faqat kir qilishni. Oddiygina kiyimlarda ular ko'pincha e'tibor markazida bo'lmaydi. Ularning ismlari baland ovozda aytilmaydi. Ammo ularning mehnati har kuni shahar bo'ylab gapirib turadi. Chunki toza shahar bu tinchlik, sog'lik, kelajakdir. Bugun biz qulay yashayapmizmi? Bunda ularning hissasi bor. Ular haqiqiy qahramonlar. Bizning qahramonlarimiz. Obodonlashtirish xodimlaridir.